O'zbekiston va jahon hayotida o'tgan haftada qanday muhim yangiliklar sodir bo'ldi? Ana shular haqida batafsil Qisqa News'ning navbatdagi dayjestida muhokama qilamiz. Undan avval bizga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Qashqadaryoda o'qituvchi va o'quvchilar yer chopib, ariq tozalashga majbur qilindi. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidagi 105-maktabdan kelgan murojaatga ko'ra, o'qituvchilar va o'quvchilar maktab direktori tomonidan majburiy ravishda yashil makon loyihasi asosida obodonlashtirish ishlariga jalb qilingan. Agar ishdan bosh tortadigan bo'lsak, ishdan bo'shatish va oylikni kamaytirish bilan doimiy tahdid qilib kelinmoqda, deydi murojaatchi. Holat yuzasidan Maktabgacha va Maktab ta'lim vazirligi munosabat bildirib, aniqlangan kamchiliklarni keltirib chiqargan mas'ul xodimlarga nisbatan ta'sir choralari qo'llanishini ma'lum qildi. Ma'lumot uchun, pedagogning maqomi to'g'risidagi qonunga ko'ra, ularning kasbiy faoliyati bilan bog'liq bo'lmagan ishlarga, shu jumladan hududlarni obodonlashtirishga va qishloq xo'jaligi ishlariga jalb qilish taqiqlanadi. Endilikda san'atkorlar ham soliq to'laydigan bo'ladi. 2027-yildan boshlab san'atkorlardan daromad solig'i majburiy tarzda undiriladi. Bildirilishicha, bugungi kunda ko'plab san'atkorlar daromad solig'ini to'lamayapti. Shu sababdan hozirda soliq undirish bo'yicha mexanizm ishlab chiqilmoqda. Xabarlarga ko'ra, 2025 va 2026-yillarda daromadlar deklaratsiyasini to'g'rilab topshirish bo'yicha imkoniyat beriladi va bu davrda ular jazolanmaydi. 2027-yil 1-yanvardan boshlab esa agar ular o'zlarining daromadlarini to'liq ko'rsatmasa yoki soliqlardan qochish bo'lsa, ularga nisbatan soliq nazorati tekshiruvlari o'tkazilib, soliq hisoblanib undiriladi. Bundan tashqari, endilikda yaxshi daromadga ega bo'lganlar, ya'ni boylar uchun alohida soliq tizimi joriy etiladi. O'zbekistonda yaxshi daromadga ega bo'lgan fuqarolarni soliqqa tortishning alohida tizimini yaratish rejalashtirilmoqda. Bu haqda 1-aprel kuni AOKda o'tkazilgan matbuot anjumanida Soliq qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Mubin Mirzayev ma'lum qildi. Shu bilan birgalikda Mirzayev yangi elektron tizimni ishlab chiqish uchun qo'mitaga taxminan yana 1 yil kerak bo'lishini qayd etdi. Rejalashtirilgan tizim nafaqat O'zbekistonda, balki xorijda olingan daromadlarni ham soliqqa tortishni nazarda tutadi. Esingizda bo'lsa, Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov xorijda ishlayotgan o'zbekistonlik migrantlar vataniga yuborgan mablag'larini soliqqa tortish kerak degan taklifni bir necha yillar avval ilgari surib, ko'plab e'tirozli muhokamalarga sabab bo'lgan edi. Agar O'zbekiston rezidenti chet elda daromad olsa, mamlakatda soliq to'lashi kerak bo'ladi. Norezidentlar bilan bog'liq holatda soliq qo'mitasi ikki tomonlama soliqqa tortishning oldini olish uchun chet elda soliq to'lashni hisobga oladi, deydi Soliq qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Mubin Mirzayev. Abbosbek Fayzullayevning Benfikaga transferi nega amalga oshmagani ma'lum bo'ldi. Taniqli futbol agenti German Tkachenko CSKA yetakchisi Abbosbek Fayzullayev faoliyatini Portugaliyada davom ettirishi mumkinligini ma'lum qildi. Futbolchi va Benfika o'rtasida muzokaralar olib borildi, biroq lissabonliklar siyosiy sabablarga ko'ra bu transferdan voz kechgan. Ular Rossiya bilan ish olib bormagan ma'qul degan pozitsiyada. Natijada Fayzullayev transferi bekor qilingan. Sport dunyosida yaxshi yangiliklardan Bahodir Jalolov ukrainalik bokschini mag'lub etdi. Top Ring promotorlik kompaniyasi tomonidan tashkil etilgan musobaqada super og'ir vazn toifasidagi o'zbekistonlik professional bokschi Qozog'istonning Astana shahrida bo'lib o'tayotgan boks oqshomi doirasida ukrainalik Igorga qarshi jang qildi. 10 raund davom etgan jangda Bahodir Jalolov ochkolar hisobiga ko'ra raqibini mag'lub etdi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Kelgusi haftada yaxshi xabarlar bilan ko'rishguncha salomat bo'ling. Agar yuqoridagi mavzular yuzasidan sizda taklif yoki savollar bo'lsa, izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin.